Aziz do'stlar, 2026-yilda bizlarni nimalar kutmoqda? Kelinglar, bir daqiqada men sizlarga aytib beraman. Declarant.uz Telegram kanalida kelgan bir angliyani o'qib beraman sizlarga. Yengil avtomobillar importini nima kutmoqda degan sarlavha ostida bir post qoldirilgan. U yerda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi PF 246-son farmoniga muvofiq endilikda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan birinchi navbatdagi chora-tadbirlar dasturi yengil avtotransportlar importida yuridik shaxslar uchun belgilangan choralarni soddalashtirish orqali jismoniy shaxslar nomiga olib kirish hajmini kamaytirish nazarda tutilgan. Bu degani bitta odam importyor jismoniy shaxs nomiga olib kiradigan mashina bo'ladigan bo'lsa, unda u olib chiqib o'rtacha $1000 dan $1500 marja qo'yilgan. Holatiga qarab, endilikda bular kamaytirish oqibatida biz yuridik shaxs, ya'ni avtosalonlardan xarid qilishni boshlaymiz. To'g'ri, bizga bu juda ham yaxshi. Sababi avtosalonlar bizga garantiya berishadi, ustalari bilan ta'minlashadi va bizga O'zbekiston iqlimiga, O'zbekiston sharoitiga muvofiq avtomobillarni import qilib, ularni qaytadan kerak bo'lsa bizni qoidalarga moslashtirishadi. Do'stlar, ko'ramiz endi 2026-yilda narxlar oshadimi yo'qmi? Pastga kommentariyaga fikringizni qoldiringlar va menga obuna bo'lishni unutmanglar.